Men Ehoz. Bugungi videomizga xush kelibsiz. Bugun men sizlarga ancha oldin va'da berib qo'ygandim. Kanalimizda obunachi hamma layklar soni 100 taga yetganda men payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam haqida 61 ta haqiqat degan video chiqaraman deb. Va mana o'sha videoni chiqaryapman. To'g'ri, ancha payt chiqarmadim. Bunga sabab o'zim o'qishlarim, shu muammolarni deb men ancha payt YouTube'ga kirolmadim. Internet ham tugab qoldi. Internetga pul solish kerak bo'lib qoldi. Xullas hozir men o'sha videoni boshlayman. Xo'sh, hamma obunachilar. Bundan tashqari payg'ambarimiz Muhammad Mustafa desam yoki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam desam, sallallohu alayhi vasallam yoki Rasululloh deganimda obunachilar hammanglar sallallohu alayhi vasallam deyishinglar kerak. Men bu videoda juda ko'p shu so'zni aytaman. Bu bizda qilinishi kerak bo'lgan narsa farz. Shuning uchun biz uni qilishimiz shart. Shuning uchun qani boshlaylik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan o'rta bo'yli edilar. Ranglari och qizil, yuzlari bug'doy rang edi. Oldinga moyil bo'lib yurar edi. Ya'ni oldinga juda ajoyib qadr so'zlab yurardi. Ikki yelkalari orasi keng edi. Kaft qadamlari to'la go'shtli edi. Kaft qadamlari deganda ham qo'li ham oyog'i ketyapti. Boshlari katta, yuzlari dumaloqroq, ko'zlari qora edi. Suyaklari qo'shilgan yer yo'g'on edi. Suyaklari qo'shilgan yer bu xil obunachilar kiyimning qismiga yaqinroq joy bor, kiyimning qismining chekkaroq qismi ashaya. Kipriklari uzun, tana a'zolari bir-biriga mutanosib xushbichim edi. Badanidagi tutlar siyrak edi. Biror tarafga burilsalar, gavdalari bilan burilar edilar. Peshonalari keng edi. Qoshlari qo'shilmagan egik edi. Burunlari baland, qirrali edi. Soqollari qalin edi. Tishlari mayda, yaltiroq, oldingi tishlari bir-biridan alohida ko'rinar edi. Qorin va sinalari barobar edi. Ya'ni qorindan tashqari obunachilar qorni sal pastroq qismi bor, g'uldiraydigan. Xuddi ana shu yerni aytyapti. Xo'sh, ko'kraklari keng edi. Bilaklari uzun edi. Ikki yelkalari orasida payg'ambarlik muhri bor. Bu muhr kabutar tuxumidek kelar edi. Tez yurar edilar. Barchadan oldin salom berar edi. Sochlari ikki quloq yarmiga tushar edi. Sochlarini tarar, ba'zida farq ochar edi. Obunachilar farq deganda ham o'rtasi va avvallar chap tarafga taragan bo'lsa, keyinchalik o'ng tarafga tarash. O'sha obunachilar hozir ham o'qib, ham buni aytib, ham o'ynab, ham o'qib qiynalyapman. Shuning uchun o'lib qolayotganim obunachilar xafa bo'lmaysizlar. Xo'sh. Sochlariga yog' surtar. Haj va umra vaqtida qirdirib olar edilar. Qirdirib olish degani bu obunachilar biz kal qilib olamiz-ku. Shunaqa kal qilib olishga o'xshaydi. O'ngdan boshlashni suyar edi. Ya'ni biror nima qandaydi ish bo'lsa ham o'ng tarafdan boshlash payg'ambarimizga juda yoqqan ish. Xo'sh, keyingisi. Sochini oldirgan odamni maqtar edi. Ko'zlariga har kecha surma surar edi. Surma nimaligini bilmaydiganlar men kommentariyada yozib qoldiraman. Uzuklari kumushdan bo'lib, o'ng qo'llarida turar edi. Salla o'rar edilar. Doimiy ravishda misvoq ishlatar edilar. Mistovoq ashnayapti. Taomni suyanib yemas edilar. Taomni ayblamas, yoqsa o'zi yer, yoqmasa qolgan odamlarga tarqatar edilar. Shirin va sovuq ichimliklarni va zamzam suvini suyar edi. Piyolalari yog'ochdan edi. Bodring va qovunni yangi xurmo bilan yer edilar. Suv ichganda 3 bor to'xtab ichar edilar. Xushbo'ylanishni yaxshi ko'rar edilar.
biror narsaga ishora qilsalar butun kaftlari bilan ishora qilar edilar. 7 ta qilichlari bo'lgan. Yetimlarni suyar, boshini silar edi. Boshini silar deganda obunachilar ham yaxshilik qilish, ham rostdan boshini silash. Doimiy ravishda siylar rahim, ya'ni qarindoshchilikni qilar edilar. Qarindoshlarini har doim ko'rib turdi. Yaxshi siyrak holatlarda. Masalan, bir kecha ko'rmay ashna qilganlar. Keyingisi qiroatni harfma-harf, aniq va ravshan har bir oyatini alohida o'qir edi. Qur'onni o'zgadan eshitishni suyar edilar. To'shaklari teridan ichiga xurmo po'stlog'i solingan edi. Sahobalar u zotni kutib olish uchun o'rnidan turishmas edilar. Qayerga borsalar bo'sh o'ringa o'tirar edilar. Ya'ni payg'ambarimiz men katta odamman, payg'ambarman, sen bu yoqqa o'tirishing shart emas demasdilar va hattoki kichkina hattoki aro ichadigan odamni ham hech kim bir tiyinga olmaydigan odamni ham o'rniga o'tirmasdi. Bo'lsa o'rinsiz kimida mayli deb qochardi. Bundan tashqari uydagi vaqtlari 3 ga bo'lingan edi. Ibodat, 2 uy ishlari, 3 shaxsiy ishlar. Xo'sh, obunachilar keyingisi 49-chi. Har bir ishni ta'birini oldindan qilar edi. Ya'ni o'sha ishni rejasini oldindan qilib qo'yardi. Liboslarga o'zlari qadar, o'zlari yamar edilar. Jonivorlar sutini o'zlari sog'ar edi. Sap-sariq, qip-qizil liboslarni suymas edi. Hech kimni urmaganlar. Uzoqdagi tovushlarni eshitar, hech kim ko'ra olmagan masofani bemalol ko'rar. Qorong'uda ham kunduzgidek yaxshi ko'rar edi. Har kimni aqliga moslab gapirar edilar. Hazillarga yolg'on aralashtirmas edi. Kulishlari chiroyli tabassum edi. Tuya ot minganlar. Bir marta haj, 4 marta umra qilganlar. Ham kam ovqat yer, kam uxlar edi. O'zlari uchun hech qachon qasos olmas edi. Xo'sh, obunachilar, bugungi payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam haqida 61 ta haqiqat videosi o'z nihoyasiga yetib keldi. Obunachilar, hamma videoni ko'rgan hammaga rahmat aytaman. Videoga like bosinglar, kanalga obuna bo'linglar. Bunday yaxshi videolar hali chiqadi. Agar bu video sizga yoqqan bo'lsa, kommentariyada "Ha, yoqdi, shunday videolar ko'proq chiqishini xohlayman" deb yozib qoldiringlar. Videoni ko'rgan hammaga rahmat aytaman. Hamma sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.